Assalomu alaykum Farhod Uz kanalining ashaddiy obunachilari, sog'liq ishqibozlari, 1 metrli arashallardan boqaman degan obunachilarimiz uchun Qirg'iziston, Bishkek, So'qiliq, Talas, O'zgan, No'xat hamma joydan optimum kelib, liniyasi bor sog'liqlarni tarqatgan akamizni qo'ralariga keldim. Akalar, o'tgan safarga chiqargan videomizdan uzr so'rab qolamiz. Tugab qolibdi akalar. 1 soatga qolmasdan qo'ylarimiz tugab qolgan, lekin ulgurmagan obunachilarimizga o'tgan safargidan ham yengil qilib beraman deb chaqirdilar. Yangi partiyalarimiz kelibdi. Kimga deysizlarmi? Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tanjoningiz sog'mi? Yaxshi yetib keldingizmi? Jamolxon akami, radnoy jiyani, shogirdi. O'tgan safar Jamolxon akam chiqdilar videoga. Bu safar o'zlari chiqyaptilar, aka. Xudo xolasa o'tgan safar ko'rdingiz-a natijani? Yaxshi xudo xolasa ko'rdik a. Sotib tugatdi 1 soatda hammasini. Joningiz sog' bo'lsin. Endi qarang aka, o'shanaqa arzon qilib, narxini arzon bersangiz qo'y tugaydi. Bo'ldi, Farhod. O'zingizni tanishtiring oldi obunachilarimizga. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mening ismim Dilmurod. Dilmurodjon arzonchi akamiz. Dilmurod aka, qarang. Mehmonsiz. Bugun birinchi chiqishingiz, to'g'ri, hayajonni yo'q qatini. Bunaqa zo'r sog'liqlarni olib kelgan odamni umuman hayajon bosmaydi. Bizga narxini arzon qilib bering, bo'ldi. Arzon qilib beraman o'tgan safargidan, Farhod aka bu safar. Bundan qulay qilib beraman. Qarang, o'tgan safar Bishkekdan keldi. Bu safar qayerdan keldi? Bu safar xuddi shu Bishkekdan bular. Ha, o'tgan safar kelgan joydan. Xuddi shu joydan. Qirg'iziston Bishkekdan. Yoshlari yoshmi? Farhod aka eng kattasi 6 yosh. Eng kattasi 6 yosh. 6 qo'ylarimiz. Birinchi qorin, ikkinchi qorin hamda 3-chi qoringa bo'ladi, to'g'rimi? Ha, shunaqa Farhod aka. Siz 96 santimetrli sog'liqlar olib keldim dedingiz. Bor, undan ham bor, ko'rsataman jo'ni ham. 96 santimetrli. 96 santimetr sog'liqdan bor. Nechta o'zi soni? Bu yerda 20 dona soni. 20 dona. Qo'l Bir metr pachka. deng. Bitta ushlaydigan aka. Voh, mana oq yuzlarni qaranglar akalar, ham qaranglar. Akalar, bu tomonimiz salqin, rangi ko'rinmayapti, lekin quyoshga chiqib ko'rsatsam qaranglar. Tovlanishini, qizil yuz, oq yuzlar hammasi. Ushladingizmi? Shular bittasini. Bitta bo'ylarni ko'rib qo'yaylik. Bu qarang. Mana akalar, qaranglar. Bo'ylari, oyog'ini olib qo'ydik. Turmayapti, nima? Jonivor, to'xtang mana. Tek. Oyog'ini yopaylikda, oyog'ini. Bo'ldi. Yopildi mana. Qo'lga oling. Akalar 85 ga yaqin ekan, 85 ga yetmas ekan. Uzunligini ko'rib qo'yamiz. Qo'lingizni olib turing. Salkam 90. Barakasini bersin. 3 dona moddasi bor. 82, 83 chiqadi. Qo'ya hamma 85, 87 bilan bo'ladi. Hozir yana bitta ikkitasini ushlab ko'rsataylik, u bittasi bilan bitmaydi hozir. Ushla yana. Sho'ri qo'lingizga kirganini ushlang, tas-tas qo'lingizga kirganini ushlang. Mana Farhod. Mana. Ketdi mana, qaranglar. Oyoqni oldiga qo'ydik. Akalar 85 plus jonivor. Endi qarang aka. Xudo xolasa endi asosiy joyi. Sog'liqlarni ko'rdik mana. Uzunligi 1 metr, salkam, bo'ylari 95, 90 plus chiqyapti. 95 chiqmadi, to'xtang. Yo'q, 85 plus. 85 plus chiqdi. Bularimizni nechta pul deymiz? O'tgan safargidan o'tib beraman. Keling mana shogirtga poddeska berib turing. Assalomu alaykum. Jamolxon akam o'zlari ham keldilar mana. Jamolxon aka, assalomu alaykum. Joningiz sog'mi aka? Charchab qolmayapsizmi? Tushimisiz? Rahmat, Allohga shukr. Xudo xolasa shogird qo'ylarni chiqaryapmiz. Bo'ldi. Men tomon bo'lasiz-da, narxni tushirishvorasiz. Bo'ldi, tushiramiz. Mana qaranglar. Nech pulga beradi endi mana ayting. Nech pul berasiz? Farhod aka o'tgan safargidan quloq qilib beramiz narxini bu safar. Nech pul? O'tgan safargida 1 million quloq qilib beradi. Quloq qilib beramiz, xudo xolasa. Qo'lni bering. Nech pul deymiz? 9 million so'mdan Farhod aka. 9 million so'mdan. O'sha qo'ldan bir xil emas qo'li. Undan kichkina emas, bir xil shu qo'llar bilan. Nech pul? 9 million 9 million so'mdan Farhod aka. 9 million 200 qo'ydi o'tgan safar. 9,5 million qo'ydi. 9,5 million qo'yiluvdimi? 9,5 million qo'ydi. Oho, 9,5 million qo'yiluvdimi? Ha. 1 soatda tugadi o'shunda ham. Tugadi 1 soatda hammasi. Ha, yashavaring, qo'yga yarashadi-da. 9,5 milliondan akalar qo'yilgandi, 1 soatda tugagandi arashan sog'liqlarimiz. Lekin sog'liqlarga ham bitta baho berib qo'yinglar akalar. Mashalloh deb qo'yasizlar. Endi bularimizni nech pul deymiz? 9 million demang. Hozir 9 Siz million to'xtang. so'm O'zbekiston bilan dastavkasini qilib beramiz, xudo xolasa. Telefon qilib nima dedingiz? 9 millionni pastga qilib beraman dedingizmi?
Qilib beramiz, xudo xolasa. Ha, 9 millionni pastda qilib beraman dedingiz. Hozir 9 million deyapsiz. Mana bu 100 mingdan kam berishsin, Bolajon aka. 100 ming so'mdan. 100 ming so'mdan o'tib beramiz. 8,5 million so'mdan berishadi, kino tugaydi. 8,5 milliondan. Ha. Hammasini bir joyga olsa, Hammasini bir joyga olsin. Tanlab olsa ham 500 mingdan plus, 500 mingdan minus qo'yadi. ana bo'lmasa. Akalar 8 million 500 ming so'mdan mana shu soliqlarimiz ketdi. O'tgan safar 9 million 500 mingdan chiqarilganda talamon bo'lgandi. Bu safar yana Zamonxonaga ertaroq kelmaysizmi aka? Chunki u satish keladi, yana kiyib hozir 65 ta. Ha, yana davomi bor. Ha, 65 ta davomi kiyib. Barakasini bersin. Akalar 65 ta buni yana davomi ham bor ekan. Mana 8 million 500 ming so'mdan akalar tanlab olsa 500 ming plus o'zi chiqarib bersa 500 ming minusga chiqarib berilar ekan. Dastavkasi O'zbekiston bo'ylab bo'ladi. Bo'ladi. Endi qarang. Taxtash olsa ham o'tib narsa ketaveradimi? Ketaveradi, xudo xolasa. Yemoq ichmoqqa kafolatlarni qanday berasiz? Bir haftaga yeyuvchi sinovi yo'q, xudo xolasa, garantiya bor. Gap yo'q. Agar bir haftaning ichida yemoq ichmoqlarini bemalol sinab olsalaringiz bo'laveradi. Hammamizga shunaqangi sog'liqlar nasib qilsin boqish akalar. Bittadan lak bosib qo'yasizlar. Akalar mazza qiladigan joyi. Mana bu Qo'chqor, lekin mana bu sog'liq. Qo'chqordan katta turibdi sog'liq akalar. Hozir bo'ylarini o'lchab ham ko'rsatamiz. Zo'rini boqaman deydigan obunachilarimizga zo'rlardan ko'rsataveramiz. Ajamolxon aka. Original. Cho'na quloq deydimi? Ha, haqiqiy afg'on tozasi. Afg'onni tozasi. Qo'chqormi sog'liqmi? Sog'liqcha. Mana bu qo'chqor, bitta qo'chqor qolib ketgan ekan. Bolajon aka, qo'chqorlarimiz sotilganda. Meni oxirigacha ko'ring. Jonivor ey, mashalloh 4 shak. Kelishadi afg'on. Dumbasa silmagan, tiki dumba. Jum. Bitta dahshat. Zo'r ekan-a? Zo'r. Arasanga taqlid qilgan qo'li. Arasanga taq. O'zi aka afg'onga arashan qo'chqor qo'shsa bolani zo'r berar ekan. Shu yerda mana shu haqiqiy beradi. Joni sog' bo'lsin. Aka menga hamma qo'yimni sotib yubordim, bitta ham qo'y qolmadi. Bu qo'y sotilgandi bu qo'y. Ha. Aka 3 kundan beri telefon qilsa ana-mana qildilar, kelmadilar. Bugun video qo'yamiz, endi sotish kerak qo'chqorni. Nasib kimga qilsa ketaveradi. U bariga bo'lgan deb qo'chqoramiz. Sira shu. Akalar bu qo'chqorimiz sotilgan ekan, akamizda pul muomalasi bo'lganmi yoki nimadir bo'lgan, nasib qilmagan ekan. Xudo xolasa yana sotuvga chiqaryapmiz. Bu qo'chqorimiz Qirg'izistonda mashhur bo'lgan Merbruk liniyani qo'chqoridan akalar. Qo'chqor otasini ko'piyasi videolarigacha bor. Ko'rsalaringiz o'ta dahshat. Limuzin bo'lib ketadigan variant. Qo'zichoq hali. Endi tish tukdi. Endi tish buzdimi? Endi tish buzdi. Jonivor. Endi meni sog'lig'imizni addini to'xtatamiz. Metrni bering. Xo'jayin. Akalar, mana shu sog'liqni bitta ko'ringlar, sekin qo'yaman. Ketdi mana. 95 Farhodjon aka. Akalar. Oyoqni oldiga turmayman. Oyoqni oldiga qo'ydik. Qaranglar. Akalar, 95 chiqyapti sog'liq. Bu yerga bitmay ko'ring, qo'ying. Mana qara. Oldi to'shlarini uzoqdan ko'rsataylik-da, bu yaqindan ko'rsatsangiz ko'rinmaydi bu. Uzoqdan ko'rsatsak akalar mana 95 santimetrlik sog'liq boqaman deydiganlarga. Ammo bunga ham qo'chqorni ham 1.5ligini tepish kerak. 1.5ligini kamida. 5lik kichkina qolarga. Joni sog' bo'lsin. Farhodjon aka, bu qo'chqor bu sog'lig'imiz 70% bo'g'oz. Aha. 30% aniqmas, lekin olgan odam 50 kilo olasiz. Qo'chqor qanaqasi qo'shilgan? Katta 1.5lik qo'chqor bilan yurgan. 1.5. Ha, bunaqa qo'chqor qo'chilamadi bu 95lik qo'chqorlar. Juda katta qo'chqor bilan yurgan bu qo'chqorim, sog'lig'imiz. Jonivor, barakasini bersinglar, hammaga nasib qilsin. Endi aka pullariga to'xtalsak, sog'liqlarimiz zo'r, qo'chqorlarimiz ham zo'r aka. Endi hamma narsani puli bilan deydi-ku, pulini necha pul qilib berasiz endi aka? Sog'lig'imi? Aha. 1.5 ming deyman Farhodjon aka bu sog'lig'i. Aha. 1200 dollarga O'zbekiston bilan dastlab qilib beraman buni. 1200 ga. 1200 dollarga. Yoshi Yangi 6 ta o'tayotgan yoshi. 4 dan 6 ga Ha. o'tdi. Gap so'z yo'q. Mana Milbruk liniyamizni qo'chqorimizni-chi. Buni 2.5 ming qo'ygan, 3.5 ming qo'yganmiz o'tgan. 3.5 ming qo'ygan qo'ygandik. 2.5 ming qo'yamiz bu safar. 2.5 ming. Shu olgan odamimiz ko'rib turgan videoda, mana ko'radi ham. 2.5 ming qo'yamiz qo'chqorimiz, xudo xolasa. Barakasini bersin akalar. 2.5 mingga qo'yyapmiz mana, ketdi. Endi mana bunisi afg'onimiz. Afg'onimizni bitta narxi ataman oxiri. Ha. So'ramas. 9 dollarga dastlab qilgan O'zbekiston. 900 dollarga 900 dastavkasi ham istaqil yetkazib berasiz. Ha. Endi bitta narsada aka, siz bilan mana aytganim hech qachon bo'lib qolmaydi. Bu
baraka deb qo'ygan bu savdo degan joyi bor. Obunachilarimiz telefon qiladigan bo'lsa, hamma chiqqan qo'ylarimizdan sunnatga bir nima qilib, O'tib beramiz. o'sha summadan kelishtirib berasiz. beramiz. Hozirda. Akalar to'rog'i akamiz birinchi marta chiqishi, to'rog'i gapirolmayaptilar, xijolat bo'lyaptilar, lekin o'zi qo'ylar o'zini-o'zi reklama qilib turibdi-ku, ko'ryapsizlar. Jasadlari, korpuslari har tomonlama zo'rlaridan. Manzil qatta degan obunachilarimizga manzilimiz Namangan viloyati Chortoq tumanida kelaverasizlar. Jamolxon akamizni radnoy jiyani hamda shogird, ha? Obunachilar живой ko'rsani rosa ko'p gapiradigan bo'ldi. Hayajon bersin. Videoda, Ha, videoda hayajon bersin. joni sog' bo'lsin, barakasini bersin. Sizlar xudo xolasa o'zimiz she'ramiz, amallab sotamiz. Xudo xolasa qanaqa qo'y kerak bo'lsa bor. Kam bo'ldi. Kecha yomg'ir bo'lib, Voy. boshqa şeyler ham bor. Bemalol aloqa chiqib qo'yasizlar akalar.